Assalomu alaykum qadrli tinglovchilar. Bugun biz Kunde hamda Baldening Barselonadagi kelajagi va hozirgi holati haqida gaplashib o'tamiz. Keling, birinchi Kundedan boshlaymiz. Kunde 24-25 mavsumini super darajasida o'tdi. Ya'ni eng kuchli himoyachilardan bittasi bo'ldi. Eng kuchli o'ng qanot himoyachilaridan bo'ldi. Mana shu 24-25 mavsumida. Men uchun umuman eng zo'r o'ng qanot himoyachisi edi. Lekin nimagadir 25-26 mavsumga kirib Kunde formasi tushib ketdi, og'ir ko'rindi. Menga shunaqa tuyuldim bilmadimmi? Kunde ko'proq o'zini vaqtini modaga qaratdi, chem futbolga. Kunde zo'r himoyachi, lekin 25-26 mavsumida men har bitta o'yinni ko'rdim Barselonani va Kunde bitta o'yinda ham o'zini o'sha 24-25 mavsumidagi o'yna olmadi. O'sha o'zini urovnida o'yna olmadi, to'g'risi. Nimagadir pas bera olmaydi, nimagadir yugura olmaydi. To'g'risini aytsam, 25-26 mavsumda ko'rsangizlar, Erik Garcia Kundedan yaxshiroq ko'rindi o'ng qanot himoyasida. Erik Garcia o'zi umuman markaziy himoyachi, lekin u ham tayanch yarim himoyachisi bo'ldi. Ya'ni De Jong ketgan payt. Endi De Jong haqida отдельный video chiqaraman, chunki De Jong uje to'g'risi jonimga tegdi, jarohat olaverib. Lekin u boshqa tema, boshqa mavzu. Kunde haqida bo'lsak, Kunde Erik Garciaga o'zi markaziy himoyachi bo'lgan futbolchiga yutqazib qo'ydi. Mana Flick kerak o'yinlarda Erik Garciani chiqarish boshladi. Kunde bor bo'lsa ham. Endi Barselona insiderlar aytishi bo'yicha Kunde sotilishi mumkin ekan. Qaysi ma'noda? Mana umuman sotmaymiz degan futbolchilar orasidan chiqib ketibdi oldingi mavsum. Yaxshi, masalan, 80 million yoki 90 millionlik kimdir transfer qilmoqchi bo'lsa, Kundega Barselona menimcha sotib yuborardi bu yoz. Va Erik Garciani qo'yib qo'yardi o'nga. Erik Garciani o'rniga rotatsiyaga Javi Espart chiqardi. Chunki aytishlari bo'yicha, insiderlar aytishi bo'yicha, Javi Espart Flickka juda ham yoqadi. Erik Garcia bilan o'ng qanotga. Kunde esa bunaqa. Kundega Barselona yana bitta shans bermoqda mana shu sezon 26-27. Agarda Kunde mana shu mavsum o'zini ko'rsata olmasa, 70% Barselonadan ketadi keyingi mavsum. Men sizlarga aytib qo'yaman. Kunde yomon himoyachi emas, lekin juda ham tushib ketdi qanaqadir o'yini. O'yin urovini juda ham tushib ketdi. Bilmadim nima bo'ldi, balkim qanaqadir shaxsiy muammolari bordir, jarohat ham ko'p olishni boshladi. Kerakli payti Kunde ko'p jarohat oldi mana shu oldingi mavsum. Shuning uchun ham Flick Erik Garciani ko'p chiqardi va Erik Garciaga ishonishni boshladi. Chunki Erik Garcia jarohat olganini eslolmayman oxirgi payt. Xullas, Kundeni hozir holati Barselona shans beradi, lekin mana shu yoz ham hali yoz tugamadi. Agarda masalan 80 million, 90 millionlik kimdir transfer qilmoqchi bo'lsa, 80 million, mana sizlarga 80 million Kunde uchun desa, Barselona menimcha yo'q demaydi. Lekin qaysidir klub 80 million, 90 million beradi degan narsaga men ishonmayman. Tak что Kunde qoladi, lekin keyingi mavsum может ketishi mumkin. Agarda o'zini ko'rsata olmasa. Endi Alejandro Baldega o'tamiz. Alejandro Baldeni holati qiyinroq. Nimaga? Balde sezgan bo'lsangizlar, mana shu 21-22 mavsumida chiqqan bo'lsa, shu porlab chiqqan bo'lsa, wunderkid bo'lib, o'shandan beri Balde mana o'zini potensiali bor, lekin potensialga chiqishda to'xtab qoldi. Qanaqadir progressda, mana bitta urovga to'xtab qoldi. Mana har bitta mavsum biz Barsa fanatlari aytib yuramiz. Balde keyingi mavsum kuchayadi, keyingi mavsum hali yosh. To'g'ri, hali ham yosh, 22 yosh, lekin
Balde nimagadir progress qilishdan to'xtab qoldi. Imini 24-25 sezonda salgina progress qildi. Lekin o'shanda ham eslaringizda bo'lsa, Baldeni minus o'zi nimada? Himoyaga qaytmaydi. Plus hujumda borsa, hujumgacha, mana himoyadan hujumgacha zo'r chiqadi, lekin hujumda yaxshi pas bera olmaydi. Hech qachon Baldeni ko'rmaganman yaxshi pas berganini. Ana bu 24-25 4-0 da Real Madridga qarshi Lewandowskiga zo'r pas berdi. Barselona ikkinchi goliga. Bu ana Bernabeuda bo'lgan, oktyabrda bo'lganiga. Lekin o'shandan beri Balde bir yaxshi pas bergan to'g'risi eslolmayman. Fint qiladi-da pasga berib qo'yadi. Fint qiladi, pasga beradi yo orqaga beradi. Xullas, kreativ ham to'xtab qoldi. Kreativi ham mana shu 25-26 sezon mavsumida. Jarohatlar ko'paydi. O'zi Baldeni asosiy muammosi jarohatlar. Juda ham ko'p jarohat oladi. Mana eslaringizda bo'lsa, Barselona Atleticoga qarshi kubokka 3-0 yutuvdi-ku, o'shanda Balde chiquvdi. Kundayni o'rniga ki Balde ham jarohat oladi. Yoki nabarot bo'ladi. Xullas, mana shu Balde kunday ko'p jarohat oldi-da. Balde yaxshi qanot himoyachisi, lekin qanaqadir progress qilishdan to'xtab qoldi deb qo'rqyapman men. Chunki oldingi mavsum to'g'risi ko'rmadim progress umuman. Nabarot tushib ketdi umuman. 24-25 da salgina progress qilgan bo'lsa, umuman regress bo'lib ketdi. Pastga tushib ketdi urovini. Baldeni holati ham xuddi shunday. Barselona insiderlar aytishi bo'yicha, agarda yaxshi mana aytaylik 80 million, 90 million kimdir transfer qilaman desa, qaysidir klub Barselona yo'q demaydi. Chunki Balde hozir shunaqa holatiga kelib qoldi. Va Balde Saudiya Arabistonda o'ynab yurgan Canceloga yutqazib qo'ydi pozitsiyasini. Cancelo zo'r futbolchi, lekin уже bir 1,5 yilmi adashmasam Cancelo Saudiya Arabistonda o'ynab yurgan futbolchi. Lekin Balde yutqazib qo'ydi pozitsiyasini. Bilmadim endi nima bo'ladi, lekin imina 26-27 mavsumi mana shu ikkita himoyachi Kunde hamda Baldega juda ham muhim mavsumlar. Yoki o'zini ko'rsatish kerak, yoki Barselona ularni transferga qo'yishi mumkin. Meni o'ylashim bo'yicha Balde ham Kunde ham o'ziga kelib qoladi, faqatgina shu jarohatni kamaytirish kerak bo'ldi. Menga Kunde ham Balde ham juda ham yoqadi. Lekin oldingi mavsum juda ham yomon. Buni tan olish kerak. Shunaqa gaplar do'stlar, sizlar nima deb o'ylaysizlar? Kunde Balde haqida. Kundeni sotish kerakmi yo Baldeni sotish kerakmi yo ikkalasini ham olib qolish kerakmi? Cancelo hali ham lekin Barselonaga kelmadi. Yozni boshidan beri Barselona sotib olish kerak edi. Shunaqa gaplar do'stlar. Video yoqqan bo'lsa like bosinglar, komment yozib qoldiringlar. Albatta, podpiska. Adios. Viska Barça, Viska Kataloniya.